Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana davlat markazi. Mana Qashqadaryo viloyati Nishon tumani xalq qabulxonasi. O'rtoqlar, men o'zim blogerman. Bloger bo'lib turib shuncha sarson bo'layapman, mana qarang. Nimaga men bu davlat tashkilotlaridan noroziman? Mana ijtimoiy himoya markazi. Fuqaro ariza tashlayapti xalq qabulxonasiga 21-kuni. Hurmatli yuqorida kuzatib o'tiruvchilar, Qur kanalga obuna bo'lib borgan yoki yuqorida ishlayotganlar, kanalga obuna bo'lgan bilan uni foydasi yo'q. Qur xuddi xalqni jinoyatchi deyishni bas qilinglar. Mana o'yin varasi kelgan, shu bo'yicha videoga olib ko'rsatdim. Siz bolalar nafaqat chiqarish kerak deydi. Bolalar nafaqat chiqarish kerak deydi. Men bolalar nafaqasi nima uchun qoida shunday deydi. Nimaga chiqarmaysizlar desam, sizlar o'zlaringizni deydi band qilmagansizlar deydi. Mana ijtimoiy hozir o'zingizda deydi band qilishingiz kerak deydi. O'zing band qilishing uchun yana 240 mingmi, 340 ming to'lashing kerak. Bandlik boshqarmasiga ishsizlik nafaqasi ber desang bermaydi. Uying yaraqsiz ahvolda O'zbekistonda ish bo'lmasa, xo'sh kim bilan tuyishish kerak? Ya kim bilan yaqinlashish kerak? Mana chiroyli qilib yozib qo'yilgan. Bu chiroyli yozuvlarda kimlar oylik oladi va kimlar yashaydi, bola chaqasini borib tushunmam. Mana bandlikka ko'maklash markazi. Mana 3 ta tashkilot bilan joylashgan. Prezident bu tashkilotlar o'zi kimga kerak? Yo xalqqa kerakmi, yo davlatga kerakmi? Bolalarimiz nima uchun o'qityapmiz? Birorta tashkilot ishlamasa, qur topib olgan gapi bitta gap. U tashkilotga bor deydi, mahallaga bor deydi, mahalladan borsang xalq qabulxonasiga bor deydi, xalq qabulxonasi davlat xizmatlariga bor deydi. Davlat xizmatlariga borsang, ijtimoiy o'zing band qilaman deb qancha 340 ming to'lab bandlikka to'lashing kerak deydi. Keyin sizni registratsiyaga kiritamiz deydi. Xo'sh, savol. Xalq yugurtirish, faqat pulni shildirish boshqa narsami? O'zi aslida fuqaro uyda o'tirish kerak emasmi? Nima uchun fuqaroni yugurtiryapsizlar? Maqsadlaring nima sizlarda? Millatni nima bu kuni kimlarga qolyapti? Yo'q, nima qilmoqchisizlar o'zi? Oldin shuncha tashkilot bo'lganmi davlatda? Bitta hokimiyat bo'lgan, ishlagan. Sovxoz degan joy bo'lgan, ishlagan. Buni kim nazoratga oladi? Kim bu tashkilotlar? Bitta ariza cheriz bir-biriga o'tish kerak emasmi? Xalq qabulxonasiga ariza topshirdimmi? Hamma tashkilotga borish kerak, o'rganish kerak, ishlash kerak. Buni kim nazorat qiladi? Bularni hammasini yopib tashlash kerak. Kimga kerak? Davlatga kerakmi? Yo xalqqami? Bular xalq uchun xizmat qilmasa umuman keragi yo'q. Men taklifim shu. Hammasini yopish kerak. Umuman keragi yo'q. Ishlayotgan bitta ikkita g'idorani qoldirish kerak, ishlamagan kamera hammasini xonasiga kamera qo'yish kerak, ishdan olib tashlab berish kerak. Ishlamaganni. Bu nima ahvol? Davlat kuni kimlarga qolyapti? Shulargami? Bular ishlamaydi mana. Men 21-kuni topshirgan arizam, mana men o'zim 22-kuni yuribman. Hozir endi nima deydi? U bandlik bo'limiga bor deydi. Bandlik bo'limiga borda 340 ming qancha to'lab